Toplik pul masalasida hozirgi kunda yana insonlar internetda televizorda chiqib ketdi, tekshiryapti, videolar qo'yapti, YouTube'dan rosa aylanadi. Ko'rsangiz eng qayrilgan joydan muammo bo'lyapti. E'tibor berilganmi shu video rasmlarga? Qayrilgan joydan muammo bo'lyapti. Nimaning hisobiga? Buni zich qayrish o'zi mumkin emas. Bizdan chiroyli chiqsin, bizda zich qayramiz, pullikka tug'ilganda patachani olib keldingiz, apparatga olib ketmoqchisiz. Oramiz zich olib qo'ygan bo'lsangiz, bu joy qayrilib, orasi kichkina bo'lib qoladi. O'sha kattaroq aylanish kerak. Chunki bu joy doimiy siqilishda turadi. Uni ustiga yetmaganda biz baland harorat beramiz. Katyonni baland haroratda ishlatgan joylarni beramiz. 70, 75, 80 ishlatyapti. Natijada living rashiniylar hisobiga va mana bu joy qayrilgan hisobiga sekin-sekin intilishga kiradi. Yil oldin Toshkentda shunaqa bo'ldi. Bizni chaqirdi, boryapmiz obyektga. Sentralniga 32 ulagan, yetmay qolgan joyga, 2 metrlik joyga pen 10 ishlatib yuborgan. E'tibor bermaganmi, shogirdiga qaramaganmi, 1 yildan keyin o'sha joy yorilgan. Sentralniy tarafda, markaziy tarafda bilasiz, vaqti bilan bosim berib turadi, tekshirib turadi, mavsumda har xil holat bo'ladi. Ana o'shanda turba yorilganda podvalni suv bosib ketdi. Ikkita yo'l nastenni, nasos sirkulyatsiyon nechtalar, stabilizatorlar, basseyn obорудованиялari hammasi ketdi. Usta mahallasidagi usta ekan, chaqirib haligini tushuntirsa, turibdi yeriga qarab. Yangi ish boshlagan santenglarda qaysi soha bo'lsa ham ortiqcha puli bo'lmaydi uni qoplab berishga. Keyin masalan klient orttirib, instrument orttirib, sal daromad kirgandan keyin ayrim o'zini aybi bilan bo'lgan narsani qoplash imkoni bo'ladi. Haligi bechora turibdi santenglik. E'tibor bermagan, shogirdini kontrol qilmagan, o'sha turba ishlatib qo'ygan. Hurmatli santexnika tarafındagi barcha ustalar, prezentatsiyamiz yaxshi o'tdi. Gidroplastga ko'p rahmat. Hamma materiallarini sifatlari kuchli, hech qanday kamchilik yo'q. Tadbirimiz yaxshi o'tdi. Bir-birimiz bilan aql olib, ustalar bilan birgalikda barimiz yaxshi kayfiyatda prezentatsiyamizni o'tkazib oldik. Bugungi seminarimiz yaxshi o'tdi. O'tgan yilgidan ancha yaxshi o'zgarishlar bor. Gidroplast jamoasiga alohida rahmat aytamiz. Ustalar uchun shuncha nima qilib, biz uchun nima qildilar. O'tgan yilgidan ancha o'zgarishlar bor. O'z ustlarida yaxshi ishlaganlar. O'ylaymizki, bu yilgi seminarlarda yana o'zgarishlar, yangiliklar bilan kelishlarini kutib qolamiz. Zafar og'aga ham alohida rahmat. Gidroplast